Mana shu trendoviy lampani uy sharoitida o'zim yasab ko'rmoqchiman. Avvaliga qalin kartondan ikkita aylana shaklini kesib olib, bir-biriga PVA kley orqali yopishtirdim. Keyin esa chetlarini yana pistolet kley bilan ham yopishtirib chiqdim. Aylananing chetki qismi uchun 5 santimetrlik lentalar yasadim va uni aylana formasini osonroq qabul qilishi uchun qayirib chiqdim. Keyin pistolet kleydan foydalanib, uni ham aylanaga yopishtirdim. Lampaning tepa qismi uchun koltso shaklini qirqib olib, uni ham yopishtirdim. Agar rezultati qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring va podpisatsiya bo'lishni unutmang. Asnovamiz tayyor bo'ldi. Endi PVA kleyga 1:1 nisbatda suv qo'shib, papye-mashe usulidan foydalangan holda ustiga kleyni surtib, salfetkalarni yopishtirib chiqdim. Salfetkani 3-4 qavat qilib yopishtirdim. 5 soat deganda asnovam tayyor bo'ldi. Ana endi uni qurishini kutamiz. Va nihoyat asnovam quridi. Ana endi uni ichki qismini yasaymiz. Lampaning ichki qismini, ya'ni oyni yasash uchun tuxum uchun maxsus lotokdan foydalandim. Uni mayda bo'laklarga bo'lib, ustidan qaynagan suv quyib, 12 soatga olib qo'yganimdan keyin suvdan videodagidek ajratib olib, chopperda maydalab oldim. Maydalangan massaga oz-ozdan PVA kley qo'shib borib, plastilindek mayin yumshoq konsistensiyaga olib keldim. Keyin esa asnovaga qo'yib, oy shaklini yasashni boshladim. Oyni relyeflarini tuxum, kistichka, gubka kabilardan foydalanib yasadik. Lampani 80% tayyor. Uni quritishga qo'yamiz. Yasagan oyim quridi. Ana endi uni faqat bo'yayman. Lampani bo'yab bo'lib, unga svetodiod uladim va nihoyat 4 kun davomida qilgan mehnatim natijasini ko'rishingiz mumkin. To'g'risi, bunaqa natija kutmagandim. Agar lampa sizga ham yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni bildirib, menga obuna bo'lishni unutmang.